Rahim. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yaxshimisizlar? Hammanglar yaxshimisizlar? Mana biz Allohning qudrati bilan mana Nazarbek sanatoriyasida dam olyapmiz. Mana biz 15 yildan beri bahor kuz kelamiz. Bir yilda 2 mahal kelamiz, 2 marta kelamiz. Mana bu sanatoriyaning nimalari juda ham oliy. Vrachlari, doktorlari, medsestralar, ovqatlari o'zgacha, juda ham boshqacha yaxshi, zo'r. Har yili 2 mahal kelmasak, qornimiz ham to'ymaydi. Shu yerga kelsak, licheniyalar olib, mazza qilib, hordiqlar chiqarib, mazza qilib kuniga konsert kuniga. Bu licheniyalarni aytmaysizmi? Licheniyalari shu endi medsestralari, doktorlari shu 2 qo'llab kutib oladi. Xuddi prezident kelgandek kutib oladi. Qozog'istondan kelgan mehmonlarni. Shunday hurmat, izzatdamiz Xudo xolasa. Shunday hurmat, izzat qiladi bizlarni. Allohim. Mana bir o'zgarish chiqib turibdi Xudo xolasa. Mana bu o'zgarish nimasi? Tuyaning suti. Tuya suti shunday shifo ekan, bu tuya suti endi bu organizmimizga hammaga shifo ekan bu. Alloh buni hammamizga baniya shifo qilsin inshaalloh. Hammanglar mana shu Nazarbek sanatoriyasiga kelib dam olishinglarni taklif qilamiz hammanglarni. Mana biz bugun 8 kundan beri tuyaning sutini ichyapmiz. Mazza qilamiz. Tuyaning sutini ichamiz, shunday endi mazza qilib ichamiz. Bu boshqacha, o'zgacha, bu boshqacha tuyaning suti. Rahmat, hammanglar Nazarbek sanatoriyasiga kelishni hammanglarni taklif qilamiz.